O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelgach, sobiq Milliy xavfsizlik xizmati hozirgi DXXning ko'plab jinoyatlari haqida oshkora aytdi. Ayniqsa xizmatning narkotrafikka aloqadorligini keskin tanqid qildi. Uning bu harakatlari MXdan jabr chekkan kishilarda katta umidlarni uyg'otdi. Ulardan ba'zilari o'zlarini rasman oqlash uchun O'zbekistonning turli idoralariga murojaat qila boshlashdi. Lekin ko'p hollarda davlat idoralari bunday murojaatlarni jiddiy o'rganish o'rniga arizachilarni u idoradan bu idoraga jo'natishni ma'qul ko'rishmoqda. Ba'zi hollarda bunday kishilar yana ta'qibga olinmoqda. Ilduz nashrining surishtiruv guruhi ildizi uzoq sovet davrlariga borib taqalgan O'zbek xavfsizlik xizmati idorasi jinoyatlarini fosh qiluvchi bir talay hujjatlarni o'rgandi. Ayni surishtiruv asosidagi filmning bugungi qismi KGB MXdan aziyat chekkan sobiq militsiya mayori haqida. O'sha paytda oddiy xalq orasida Rembo nomini qozongan bu shaxs 2 yildan beri o'zini oqlashga urinmoqda. Bundan 30 yil oldin surxondaryolik oddiy o'zbek militsioneri SSRning eng qudratli ikki tashkiloti KGB va Tashqi ishlar vazirligini oyoqqa turg'izgan. Narkotrafikka qarshi u olib borgan navbatdagi operatsiya natijalaridan SSR Tashqi ishlar vaziri Eduard Shevardnadze va KGB raisi Viktor Chebrikovning oromi rostakamiga buzilgan. 1988-yilda 28 yoshda bo'lgan Qahramon Xo'jaqulov Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasida tezkor vakil bo'lib ishlagan. O'sha yilning yozida Xo'jaqulov o'zining maxfiy manbalaridan muhim xabar oladi. Xabarda noma'lum shaxslar Afg'onistonning Mozori Sharifidan O'zbekistonning Termiziga doimiy ravishda narkotik tashishi aytilgan edi. 1988-yil yoz oylari edi. Manba bilan ish jarayonida uchrashadigan vaqtimda operativ ma'lumot oldim. Qo'shni Afg'oniston davlatidan bir shaxs doimiy ravishda qizil nomerli gaz 24 mashinada kelib, narkotik olib kelishligini va uni tarqatishligini, zapas ballonlarini ichiga olib kelishligini bilganimdan keyin men bu hujjatlarni qonunlashtirib, boshqalarga xabar berdim. Sekinlik bilan ularni familiya o'zlarini aniqlash borasida ishlar olib bordim. Boshqalar ruxsati bilan operativ jilta ochdim. Olib borilgan ishlar natijasida bir kuni shunaqa bir voqea bo'ldi. U qachon Afg'oniston o'tishligi, qachon ketishligi, Afg'oniston davlatdan o'tib kelgandan keyin qayerga borib to'xtashligi doimiy ravishda Surxondaryo viloyat KGB idorasining oldiga kelib 2 soat, 3 soat o'sha yerga kirib kelardi, chiqib, keyin yana 2-3 joyga kirar edi. Shu joylardan birida bir kuni obeddan keyin edi, qarasam obkomdir edi. O'sha davrda obkom uylaridan birida mashinasi turibdi, qizil nomerli mashina. Men nima qilishni bilmasam, tezroq buni danlarni ustinoat qilaman dedimda, operativni kombinatsiya o'ylab topib, gaylarning formasini tezlikda borib kiyib kelib, singlarni bosib chala boshladim. Keyin bir mo'ylovlik odam tushib keldi. "Ha, tinchimga nima qilyapsan?" dedi. Keyin men o'zimni tanishtirib, "Men shunaqa gayman. Kecha bizda doim mashina o'g'irlashadi. Mana buni eshigi ochiq ekan. Buni ham o'g'irlab ketsa bizga qiyin bo'ladi. Shuning uchun oldini olish uchun sizni chaqirtirdim. Kimsiz desam, menga birinchi do'q-po'pisa qildi. Sen bilasanmi, bu mashina qanaqa mashina? Bu diplomatlarning mashinasi. Bu daxlsiz mashina. Bunga hech kim hech narsa gapira olmaydi. Biz senga atchot bermaymiz dedi. Men aytdim, "Kechirasiz, men ishonmayman quruq gapingizga. Menga hujjat ko'rsatsangiz, men shundan keyin kechirim so'rab sizdan ketaman" dedim. Meni fikrim, meni o'zi asli anaqam uni danisini bilishim kerak edi. Ustanovka qilishim kerak edi. Keyin men dedi, "Xaskez geraman" dedi, "Shopir" dedi. Men dedi, konsulsiyada generalniy konsul bo'lib ishlaydigan dedi, Miloshevich, Babkin degan kishilarni olib beraman dedi. Generalniy konsul Mazari Sharif dedi o'sha davrda. O'shanaqa dedi. Keyin men kechirim so'rab, meni eslash qobiliyatim sal kuchliroq edi. Esimda qoldirdim-da, kechirim so'rab borib, darrov bildirma orqali boshliqlarga xabar berdim. U dalillarni hammasini yozib qonunlashtirdim. Qahramon Xo'jaqulov Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi rahbariyatiga vaziyat haqida xabar beradi. Rahbariyat esa o'z navbatida o'sha paytdagi O'zbekiston SSR Ichki ishlar vaziri Uchqun Rahimovga murojaat qiladi. Murojaatda Surxondaryo militsiyasi narkotik savdosi aralashgan sovet diplomatlarini qo'lga olishga ruxsat so'raydi.
O'sha paytdagi O'zbekiston ichki ishlar vaziri polkovnik Uchqun Rahimov KGBdan chiqqan edi. Shu sababdan bo'lsa kerak, chekistlardan chiqqan vazir diplomatlarni qo'lga olish uchun avval SSR KGBsidan, keyin Tashqi ishlar vazirligidan ruxsat olish kerakligini aytadi. Shu bahonada u operatsiyani vaqtincha to'xtatib turadi. Oradan bir qancha vaqt o'tgach, meni boshqarma boshlig'i Tohir aka Mahkamov, Tohir Yusupovich dedilar, bir polkovnik odamlar chaqirib, qahramon, bu olib boradigan ishlaringni akasi biz oxirigacha olib bora olmaymiz. Buni KGB xodimlarining o'zlari qolgan ishlarni bajarar ekan. Biza delani ularga topshirishimiz kerak ekan degan ma'lumotni berdi. Men hayron qoldim. O'sha davrda ichki ishlar vaziri Uchqun Rahimov degan kishi bo'lardi, adashmasam agar. U kishi KGBdan o'tgan odam edilar. SSR KGBsining boshlig'i, xato qilmasam, Chevrikovmi shunaqa odam edi. O'shalarning ruxsati kerak ekan, bunga keyin Tashqi ishlar vaziri Eduard Shvarnadze ruxsat berish kerak ekan degan gaplarni qildi. Ammo lekin meni bu olib borgan operativ hujjatlarim, olingan operativ ma'lumotlar bizani ichki ishlar vaziri, SSRda ichki ishlar vaziri Vlasovgacha yetib bordi. Bu shov-shuv gaplar juda vahimali bo'lib ketdi. Men keyinchalik bunga qiziqib, qilgan mehnatlarim zoya ketdimi deb ko'p qiynalib yurardim. Keyinchalik bilsam, Babkin degani ham, Miloshevich ham, Xaskevich ham o'sha davrda PGU bo'lardi, birinchi PGU, Первый главный управление разведки degan narsa bo'lardi. Bu posol prikritida ishlab yurganlar razvedka xodimlari bo'lib chiqdi. Hozirda ularni SVR deydi, Служба внешней разведки deydi. O'sha yerda ishlaydigan xodimlar bo'lib chiqdi. KGB josuslarining jinoyatlari oshkor bo'lib ulgurgan edi. Vaziyat shunchalik jiddiy tus oladiki, 1988-yilning yozida SSRning Afg'onistondagi elchisi Nikolay Yegorichev va O'zbekiston SSR KGBsining rahbari general-leytenant Vladimir Golovin zudlik bilan Moskvaga chaqirtirilishadi. Xullas, narkofurush chekistlarni qo'lga olishdan boshqa chora yo'q edi. KGB rahbari Viktor Chebrikov Moskvadan O'zbekistonga maxsus qo'lga olish guruhini jo'natadi. Moskvalik chekistlar O'zbekiston KGBsining tezkor xodimlari bilan birgalikda Termizga borishadi. Surxondaryoga kelgach, ular ishni operativ ma'lumotlarni o'rganishdan emas, KGBning tinchini buzgan o'zbek militsioneri Qahramon Xo'jaqulovni ko'rishdan boshlashadi. Shu Babkin, Miloshevich, Xaskevichlarni ishini bizlardan olib, meni ishdan chetlashtirgandan keyin bir ozgina vaqtdan keyin kabinetda o'tirganimga eshik taqillab bir odam, baquvvat odam kirib keldida, o'richalab "Здравствуй, сынок" dedi. "Я полковник Белов" dedi. "С КГБ СССР" dedi. "Я очень рад" dedi. "Sen" dedi, "juda kuchli oper ekansan, tezkor vakil ekansan. Senga SSR qahramonini bermasadi, lekin ordenlarga sazovor ekansan. Zo'r" deb maqtadi. "Lekin bitta savolim bor senga" dedi. "Sen" dedi, "o'zing Termizda ishlasang" dedi, "Termizda yashasang" dedi. "Qanday qilib sen" dedi, "davlatdan chetki davlatga, o'zga davlatdagi odamlarni familiya men otchalarini bilding? Qanday qilib ustanovit qilding ularni? Menga shunisi qiziq, gapirib berchi" dedi. Keyin men aytdim, "Tushundim" dedim, "Men sizni gapingizni" dedim, "Agar" dedim, "meni boshliqlarim ruxsat bersa" dedim, "agar" dedim, "ber desa" dedim, "men sizga" dedim, "operativ delani beraman" dedim. "O'shaning ichida hammasi batafsil yozilgan" dedim. "Ularning ruxsatisiz men sizga hech narsa ayta olmayman" dedim. Shu bilan keyin eshikni yopdi-da, chiqib ketdi. Bir ancha vaqt o'tmasa meni pastga chaqirishdi. Yana gaplashib, oradan 2 kun o'tdimi, 3 kun o'tdimi, esga olmayman hozir. Meni O'zbekiston Respublikasi KGBsiga chaqirishdi. Keyin men o'zim hayron qoldim. Men nimaga ular chaqirar ekan? Ham ish qilsam, ham yana bular meni unday so'roq qilsa deganda bir fikr keldi. Ertalab 9 nechtadan uchib keldim, yak 40 samolyoti yurardi, 17 so'm 50 tana edi bitta bileti, halitgacha esimda bor. Keyin uchib keldim, kelib Toshkentga shu KGB apparatini oldiga tursam, bitta odam chiqib, "Вы такой-то" dedi. Men Xo'jaqulov Qahramonman dedim. "Keling bu yoqqa" dedi.
udosvernamni olib qo'ydi. Keyin bir yarim soatdan keyin chiqdi-da, qo'limga bir qog'oz berib, sizni dedi, mana bu odam kuzatib boradi dedi. Sizni kutyaptilar dedi. Keyin ikkinchi etajimda eslolmayman, bir joyga olib kirib ketdi, xonalarning ichidan bir odamni xonasiga olib keldi. O'rus odam edi. Familiyasi hozir aytaman. Medvedev Sergey. Shunchalar o'zbek tilini toza gapirar ekan bu odam, men qoyil qolganman. Kirib kelgandan assalomu alaykum ukajon, qalaysan deb toshkentcha gapirib men bilan zo'r odam ekansan. Haqiqatan mana shunaqa odamlar kam. O'z ishini ustasi, o'z ishini biladigan deb gapirib, sen endi bitta savolimga javob ber uka, vaqtni qisqa qilamiz dedi. Agar senga shu deloni bersam, sen qanday qilib shu deloni olib borarding? Tergovini deb savol berdi. Men hayron qoldim. Qana men prishon bergan, men tergovchi bo'lmasam deb o'zim joydan uzr dedim. Aka dedim, men tergovchi bo'lmasam dedim. Men operativ vakil bo'lsam dedim. Bu mening vakolatimga kirmasa dedim. Qanday qilib men olib borishim mumkin buni tergovini dedim. Shu yerga ikkalamiz gapimiz qo'shilmadi deganda bunga belgi bersam, bo'pti dedi-da, keyin borib ustolning ustiga qani garatskoy qaysi biri deb bir garatskoy telefonni ko'tarib gapira boshladi. Keyin u telefonni qo'ydi. Bu garatskoy yaxshi eshitmaydi, yana bitta garatskoy deb boshqa telefonni ko'tarib yana gaplashdi. Nimaga bu odam bunday qilyapti deb hayron qolib o'tirdim. Bir ikkita qog'ozlarni ustolning ustiga qo'ydi, yana bir qanaqadir delaga o'xshagan narsani qo'ydi. Hozir sen o'tirib turgin, men kelaman deb chiqib ketdi. Oradan 10 minut o'tdimi, 15 minut o'tdimi, odam yo'qolib qoldi. Men o'tirgan joyimga o'sha stulga o'tiraverdim. Keyin yana kirib keldi. Savol-javob qilib, "Juda qiziq ishlarni boshlab qo'yibsan" dedi. "Har kim bunaqa ishni qila olmaydi" dedi. Yana chiqib ketdi. Men bular bir necha marta shu takrorlanadi. Xullas kalom, ertalab borgan bo'lsam, kechqurun soat 9:30 10 gacha meni ushlab o'tirdi. Bularni lekin nimaga bunday ish qilyapti? Bularning maqsadi nima, fikri nima? Men tushuna olmadim. Keyinchalik o'zimcha tahlil qilib qarasam, bu ana bu garatskoy telefon degani mojme kimgadir qo'ng'iroq qilamanmi yo stol ustiga qo'ygan hujjatlarni bir tekshirib ko'ramanmi degan fikr mendan xolis emas edi. Bular shuning uchun shunday eshikni ochib, bir o'zimni qo'yib, mana shunaqa operativni kombinatsiya qildi, xolos. Lubyanka vakillari narkofurush hamkasblarini Hayraton ko'prigidan o'taverishdagi chegara postida qo'lga olishadi. Babkin, Miloshevich va Xatskevichlar bu safar ham chegarani o'sha oq rangli GAZ-24 avtomobilda kesib o'tishayotgan edi. Diplomatik avtomobilning zaxira g'ildiragidan 20 kilogramm qora dori chiqadi. Mashinadan ko'p miqdorda xorijiy valyuta, qimmatbaho antikvar buyumlar ham topiladi. Iltuz surishtiruv guruhiga ma'lum bo'lishicha, Termizda qo'lga olingan 3 diplomat shu kunning o'zidayoq Toshkentga, O'zbekiston SSR KGBsining tergov boshqarmasiga va tergov izolyatoriga olib kelingan. Biroq 3 kundan so'ng Babkin, Miloshevich va Xatskevichlar noma'lum sabablarga ko'ra qo'yib yuborilgan. Narkofurush 3 chekist lubyankalik hamkasblari bilan birga Toshkentdan Moskvaga uchib ketishgan. Moskvaga yetib kelgach, Babkin, Miloshevich va Xatskevichlar jazolanish o'rniga KGBning quyi tabaqa idoralariga ishga o'tkazilgan. Ularni fosh qilgan surxondaryolik militsiya mayori Qahramon Xo'jakulov esa rag'batlantirilish o'rniga viloyat markazi Termizdan uzoqlashtiriladi. U Jarqo'rg'on tumani ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'linmasiga boshliq etib tayinlangan. Ya'ni militsionerlar tilida aytganda xizmat surguniga yuboriladi. Lekin Xo'jakulov yangi ish joyida ham jinoyatchilikka qarshi astoydil kurasha boshlagan. Jumladan anchadan beri ochilmayotgan qator jinoyatlarni fosh qilgan. Masalan, o'sha paytda Surxondaryoda ikkinchi rahbar bo'lgan Qo'chqor Ahmedovning ukasi Eshchi Qo'chqorovni o'ldirgan qotillarni topgan. Bu jinoyat o'sha paytdagi prokuror Hayitmurod To'laganovga yaqin kishilarning qo'li borligi tufayli ochilmayotgan edi. Qahramon Xo'jakulov o'zining faolligi bilan yana mahalliy prokuror va chekistlarning jig'iga tega boshlaydi. Endi uni Termizdan yanada olisroq joyga, Denov tumaniga o'tkazishadi. Bu yerda ham u yillar davomida ochilmayotgan jinoyatlarni ochishga kirishadi. Shundan so'ng mahalliy aholi uni Rembo deb atay boshlaydi. Lekin Remboning bu harakatlari xalqqa yoqqani bilan alamzada chekistlarga yoqmaydi va mahalliy KGB Qahramon Xo'jakulovga qarshi tuhmat uyushtirish uchun maxsus operatsiya ishlab chiqadi. Bu maxsus amaliyot haqida surishtiruvimizning kelgusi qismida hikoya qilamiz.